Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Bugun sizlarga zo'r yangilik ko'rsatamiz. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamizdan akalar, kuniga bir dona sotadigan bo'lsalaring 500 ming so'm. Ikkita sotadigan bo'lsalaring bemalol 1 million so'm daromad qilsalaring bo'lar ekan. Eng arzon optim joyiga ishlab chiqaradigan joyga yetib kelganmiz. Bundan tashqari bu narsa har bitta xonadon uchun kerakli narsa hisoblanar ekan. Xohlasangiz ahli ayolingiz bilan foydalaning, xohlasangiz ota-onangizga olib bering, xohlasangiz xonadoningizni ko'rkini qo'ygani bitta qo'yib qo'ysangiz, xohlasangiz mehmon-mezbon kelganda o'tkazasiz. Umuman farqi yo'q bo'ladi. Hozir biz xuddi shu narsani noldan qanaqa qilib yig'ilishlari, buni keraklilari, qanaqa materiallar ishlatilganini akamizdan to'liq ma'lumotni olamiz. Sizlar bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, qanaqa qilib 500 ming 1 million foyda qilishni bilib olasizlar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Aka, rostdan ham kerakli narsami bu har bitta xonadonga yaxshi, kerakli narsa olgan odam maza qiladi. Maza qiladi. Maza qiladi. Olishga arziydigan narsa. Puli ham qulay, o'zi ham yaxshi narsa. Ishdan kelib bitta foydalanganda o'zi charchag'isiz ketadi. Charchag'isiz ketadi. Bilan ota-onasi bilan maza. Siz ota-onangizni xursand qilmoqchi bo'lib niyat qilgan bo'lsangiz, niyat qilganman deb bittadan like bosib qo'ying. Hozir bir boshdan nima qilamiz? Aka, materiali qanaqa? Yuvib yuvishlatsa bo'ladimi? Ha, yozga, quyoshga chidamli yuvib ishlatsa bo'ladi. Chirib 1-2 yildan keyin yaroqsiz bu holatga kelib qolmaydi. Baquvvat, yaxshi materialdan qilingan. Bemalol 250 kiloga mo'ljallangan narsa. Bemalol 2 kishi 3 kishiga. Bemalol 2 kishiga 250 kilogacha garantiya beramiz. Bola chaqasi bilan chiqsa ham bo'lar ekan. Chiqsa bo'laveradi aka. Akalar, bittadan like boshlasangiz, bosib qo'ygan bo'lsalaring, biz videoda boshladik, bo'lmasam noldan terib beraveramizmi? Noldan yig'ilishini ko'rsataman, juda qulay, oson. Oson. Hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana shu chachilgan holatda jo'natib berasizmi dastlabki bo'lsa? Olib borib tiklab berishimiz ham mumkin. Bemalol telefon qilaverasizlar. Optimga, donaga bizda birinchi qo'l o'zimiz ishlab chiqaramiz. Dastlabkiga shu holatda ketadi. Dastlabkiga shunday holatda ketadi aka. Buni yig'ish ham oson aka. Bir kishi bemalol o'zi yig'ib oladi. Mana shu ikki hozir mana yostiqlarni qo'yaylik mana shu. Temirlari baquvvat shunday bo'ladi aka. Men bitta osilni sizlarga ko'rsatib beraman akalar. Mana 100 kilo ma akalar, 250 kilo deganlarcha bor ekan, bemalol. Xudo xolasa ko'tarsa bo'laveradigandan bo'lar ekan. Prujinalarga ham e'tibor ham bo'ladi, baquvvat prujina bo'ladi. Qarang, prujinalarni qarang, yostiqlarni hozir ko'rasizlar akalar, yostiqlari ham umuman boshqacha dahshat. Sizlarni har bitta xonadonlarga men niyat qildim. Sizlar ham niyat qilib qo'yinglar akalar. Mana bizning komplektda yostiqlari ham a'lo, ortig'i bilan bor. Hech qanaqa kamchilik ko'rmaysiz. Mana ikkita boshga, qo'lga hammasi. Suyanchiqlari bu. Suyanchiqlari yetarli. Hozir qolganini ham ko'rsatamiz sizlarga. Akalar, kulminatsion nuqtasi oxirgi bosqichi. Hozir mana akamiz bilan shuni olib kelib, mashina qo'yamiz, o'zlarining yostiqlari bilan qo'yilgandan keyin bitta baho berib berasizlar. Yoqdi desalar, bittadan like, yoqmagan bo'lsa kommentariyada mana eti yoqmadi deb bemalol yozib qoldirishlari mumkin. Undan tashqari akalar mana ko'rpalarni qarang. Bu suyanchiqlarini qarang mana. Hammasi komplektning ichida bo'ladimi? Komplektning ichida bo'ladi. Hamma yo'g'ini jo'natib berasiz, endi bu yostig'i bo'ladi-da endi. Bu yostig'i shunday. Tepaga ilib qo'yilar ekan ipi bilan. Shunda bog'lab qo'yamiz, bo'ldi, tamom mana. Bog'lab qo'yilsa bo'ldi, mana shu ishlatishga qulay komplekt bo'ladi. Akalar, bunisini nimaga o'rab qo'ydik? Eng chiroylilaridan bittasi shu ekan. Hozir buni ham bitta ochib ko'rsataman. Ochib yuboray endi. Ochib oling aka. Buni rangi boshqacha ekan akalar. Menga juda ham yoqdi. Agar sizlarga ham yoqadigan bo'lsa, buni har xil ranglari bor, mana bemalol ko'rishinglar mumkin. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Rangida farq qilmaydi, narxi bir xil, tanlagan rangida qilib beramiz. Qilib beringlar. Bitta obyomni ko'rsatib qo'ying. Mana akalar, ko'rib turibsizlar. Xohlaganlaringcha obyom bor, ichkarida ham 1000 komplektga zakat o'pkamiz bor deyaptilar akamiz. Har qancha obyom qiladigan bo'lsalaring, sotib olaman, olib sotaman yoki uyga olaman deydigan bo'lsalaring, operator siz vaqt o'tib oling, quyosh bag'da yetkazib berishaveradi. Arzon narxda xonadonga olsalaring ham akamiz aytayaptilar, $220 olayotgan joyida men o'zim dastlabki qilib berdim. Anchagina arzon qilib berishdi deyaptilar. Endi qarang aka, bir boshdan tanishtiring. Rangiga farq qiladimi? Materiali nimadan, turbalari qanaqa bo'lgan? Aka, bu rangini xohlagan rangida qilib beramiz. Narxi o'zgarmaydimi? Narxi o'zgarmaydi rangida aka. Buni seriyolari, mana buni tegi materiali, ramasi temirdan, turbadan bo'ladi, baquvvat qalin turbadan aka. Bularni ham 250 kilogacha bemalol yuk ko'taradi. Usti sun'iy ratan, quyoshga, yomg'irga chidamli. Sun'iy ratan. Mana har xil rang, ko'rpachasining rangi deydimi, o'zining rangi deydimi, farqi yo'q. Hamma rangida qilib yetkazib beramiz. Optimchilarga ham, donaga ham bemalol telefon qilishaveradi. Birinchi qo'l aka, biz sex o'zimizniki. O'z ishlab chiqaramiz. O'zimiz ishlab chiqaramiz. Oilaviy shogirdlar bor, shogirdlar bilan birga ishlab chiqaramiz aka. Shogirdlar bor ekan. Bittadan like bosib qo'yinglar. Xonadonda biznes boshlashda siz ham niyat qilgan bo'lsangiz, men ham biznes boshlab, yaxshigina uylarda qurib to'ylar qilish niyat qilganman deb, hech yo'q kachanglar kerak bo'lmasa ham ustakamizga bitta omad yozib qoldiringlar. Niyat qilib qo'ysalaring, amallar niyatlarga bog'liq. Xudo xolasa sizlarga ham biznesda, mana shunaqangi kachanglarda uylaringda maza qilib o'tirish nasib qilsin. Nech puldan qilib beramiz endi?
Aka buni inshaalloh narxni o'zgartirmaymiz. Kuzgacha 2 milliondan dastavka qilib yetkazib beramiz. Xohlaganini tanlayveradi. Telefon qilishaversin, xohlagan rangida, xohlaganini qilib beramiz aka. 2 million so'mdan xohlagan ranglaringdan mana shu komplektida bo'ladi. Shunday. Dastavkamiz qatlayga bepul, qatlayga pulli. Toshkentgacha ichida bo'ladi. 2 million Samarqand, Buxoroga ham kelishtirib, bunaqa ko'p qo'shilmaydi. Ozgina qo'shilib qoladi. Bu yoq bu yog'i bilan yetkazib beramiz. Qoraqalpog'istongacha bemalol dastavka qilib bera olamiz aka. Akalar, umuman ob'yomdan muammo yo'q. Ichkarida sexni ham ko'rsatsak bo'ladimi? Bo'ladi aka, bemalol. Sexni ham bitta ko'rsataylik aka. Buni qarang. Buni yashil bo'lib, ko'k bo'lib qoladigan bo'lsa ham muammo yo'q, bir xil. Bexijolat. Xohlagan rangidan qilib berishaveradi. Shunday. Mana akalar, sexga bitta kelinglar mana. Mana shogird bolalar ham o'tirishibdi. Hozir kameraga tarqab ketishadi. Mana shu bolalarni mehnati. Agar yoqsa bitta like bosaverasizlar, bemalol mana yosh bolalar. Bu bolalar shunchaki shogird emas, kelajakdagi biznesmenlar. Inshaalloh bundan ham Zavodlarni quradigan bolalar shular bo'ladi. Ham nasib qilsin ilohim. Zo'r, mana akalar, mana shu yerda tayyorlanadi. Endi orqa zakatovka. Ha, zakatovka mayda-chuyda orqada, temir hammasi. Temir jarayonlari, a'do ham ko'rsatsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladimi? Bitta ko'rsataylik mana. Chunki odamlar bir qator ishonch homil qilgani yaxshi-da. Mana bu yoqda sex bor. O'zlari ishlab chiqarishlari. Zakatovka. Mana turbalar, kraskalari. Kraska parashkovoy bo'ladi, qirilmaydi aka. Bexijolat kraskasiga garantiya. Mana parashkovoy pechkalar ham o'zimizda, hattoki noldan o'zimizdan chiqadi aka. Mana oyog'i bu. Bu oyoqlari zakatovka endi tayyor emas holati. Qumga o'xshab chachiladi parashkovoy kraska. Parashkovoyni o'zi bilganlar biladi aka, bu eng baquvvat kraska mana shu hozir. Zo'r. Bu tomonda qolgan ishlar bajariladi. Mana zakatovka, hali sklatimiz ham boshqa joyda alohida taklab tashlaganmiz aka. Tayyorlari bor. Kesish jarayonlari. Shunday. Temir stol-stullar ham chiqarar ekansiz. Ha, parta, stul har xil yo'nalish ko'p. Asosan kacheliga anaqa qilganmiz. Kacheli xudo xolasa yetkazib beramiz, qancha deysa ob'yomga. Mana shu yarim tayyor holatlari ekan-da bular. Mana bemalol sex ham o'zimizda, joy ham hammasi o'zimizda, birinchi qo'l aldash yo'q bizda. Zo'r akalar, sexni ko'rib turibsizlar, mana akam o'zlari chiqib turibdilar. Raqamlari pastda bo'ladi. Telegramdan aloqaga chiqsalaring, butun esingga bo'lib ham kerak bo'lsa yetkazib berishaveradi. Qo'shni davlatlarga kargogacha olib borib berishadi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish umuman muammo emas. Kartaga kirib qo'ygan bo'lsalaring bo'ldi. Like bosib, yaxshi niyat qilib qo'yish esdan chiqmas. Hammaga nasib qilsin. Shunday bundan ham yaxshi kateliklar, mebellar olib, ota-onasi bilan maza qilib yashash hammaga nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.